Tuxumni suvda pishirib yavamay urug' tuqqanlar. Men ma'nada kawap tamlik qilsanglar, balalaringlar talishib yeb ketadi. Hatto mening idimmi men shunday qilib bersam 8 soat tuxumni biraqlan yavatdi. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganolasiz, ham o'rganish boshlar ketdi. Avval haqiqiy mekiyan qilgan tuxumdan 9 soat tayyor qilib, buni suvda bir qaynatib olib, ravr sovuq suvda bir chayqitib, shaklini suyatgandan keyin suratdagidek cho'risiga pichoq qurib olamiz. Bunda qilganda tuxumimizningki ta'mi taxim yeyich bo'ladi, sağan tesiz qo'llarimizning ta'mi ichiga to'liq singib kiradi. Arqadan qozonga men izchil shilib kelayotgan alnorining bulg'anmadan va uzuqlik kuyishdan xoli bo'lgan tunji siqim birinchi darajalik yeshil o'lchamidagi zarangiz muvofiq miqdorda qo'yib, may qiziganda tuxumni selib, to'xtamay aralashtirib qo'rsak suratdagidek mana shunday qizg'ish tariq holatga keladi. Dal mush vaqtda avval o'tni o'chirib, tuxumni kawap